Shu videoni akalar opalar Alloh yo'lida o'tkazib yubormasdan ko'ringlar. Hozir Tojikistonda Vose degan shaharga kelganmiz. Yordam kimki iloji bo'lsa shu videoga bir donadan like bosinglar. Обязательно shu videodan kelsa qancha yordam kelsa karta qo'yamiz ekranda. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Sonda Vose degan shaharga kelganmiz. Opamiz bizni chaqirgan, yordam kerak ekan. O'sha qish ham kelib qoldi. Tojikistonda sovuq ham bo'lib qoldi. Hozir uylarning sharoitlarini ko'rsatamiz. Og'ir положениеda ekan. Iltimos qilamiz har bitta meni ko'rib turgan odamlarni shu videoni like bosib, tanish bilishlaringga tarqatinglar va do'st kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'yinglar. Allohning yo'lida kimki yordam qilmoqchi bo'lsa, ekranda karta nomer qo'yamiz. Shu nomerga qo'llaringizdan qancha yordam bera olsangiz, shu karta raqamlarga o'tkazib yuborishlaring mumkin. Mana hozir uylarda ahvolini ko'rsatamiz. Operator bag'larni ko'rsat. Ko'rib turibsizlar akalar. Va pisha sharoitlari og'ir положениеda. Hozir bir xonada kebaqa. Hozir bir xonada mana bir xonada to'rtta odam yashaydi ekan. Bir xonada to'rtta odam yashaydi ekan. O'shanga akalar mana qaranglar, hozir bir xonada to'rtta odam yashaydi ekan. Bet banyalari mana ko'rsat bitdi ham. Hamma narsalarni chetga tiqib qo'ygan. Bu yerda kebaqa. Bitti. Regardez-moi. Tashqariga. Ko'rib turibsizlar akalar, даже patologi yo'q uyda. Pechkani qo'ygan, чтобы yosh bolalar sovqatmasin deb. Kimdi sharoiti bo'lsa, Alloh yo'lida shu karta raqamlarini qo'yamiz. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Bugun sizlar yordam qilasizmi? Inshaalloh ertaga sizlarga Allohdan qaytadi. Hozir opadan so'raymiz. Opa tojikcha gapiradi, o'zim perevod qilib beraman. Opajon, assalomu alaykum. So'zing tenjing. Salomatlikdan xo'p. Чанд сол шиди хонада зиндагӣ мекунӣ ва чанд одам инда оилатон? Oilamon 4 nafar odamim. Pisami 2 farzand man, xizmat mardakman. 4 nafar. 20 sola dar maqsad oila zindagi mekunam. مقصد که شرایط ندارم، ای سببی که به شرایطم مقصد که یکم خواهش میکنم که یک دسترس باشه، نه مقصد که یکم آدم چی باشه کم ترکه یاردم کنن که پیش همین برف بارون جمع گرد کنم چیزی چورم ندارم. شرایط نمی شرایطم خیلی جوه قوای کاری نداریم. کم تو قمی در این مکتب پشت خونه فراشم دیگه مردا که مزهش نیست، اینا به کاغذای رنگین کاغذای چیشم هست همش در میخونه نمیتونه دیگه کاری از بین کاره و کاری چی کردن نمیتونه. اونقدر که کار میکنم با همین 2 کودک چی مکتباشونه با اشکماشونه هیلا زندگی ما پیش میبرم ده ندارم شرایط. اما آدمای خیرخواه، اما آدمای دست به کار صاحب کارا خواهش میکنم که دسترس باشن، کم ترکه کم باشد یاردم کنن که مقصد صاحب یک خونه در آباد شوم. نصیب انشالله. ندارم نمیشه یک لامپچه یک سوید هم چی همسایه کشته ورگیم و دلنی تلقتی کار چی میکنم کار میکنم سوید ندارم به خدا. Ko'rdlaringiz akalar opalar, to'rtta odam yashaydi ekan, bir xonada to'rtta odam. Sharoitlari yo'q, даже svet qo'shnini uyidan tortilgan ekan. Agarki Alloh yo'lida hammalaringizni chaqirib qolamiz. Bu dunyoda qaytmasa inshaalloh u dunyoda hammalaringizga qaytadi. Mana bag'larni ham ko'rsat operator. Ko'rib turibsizlar, uylar buzilayotibdi, mebellar tashqarida hammasi. Хотя бы
qo'llaringizdan kelgancha yordam qilsalaringiz, inshaalloh mana shu yerga bir xona hatto bu uy ko'tarib olishsa, bir xona uy ko'tarib olishsa, qishgacha hali yana inshaalloh yana video qilib chiqaramiz bu opalarni. Qancha pul yig'iladi, nima uylarini qanday qilib tuzatishadi. Inshaalloh shu yerda bo'lsak, tirik bo'lsak, kelamiz yana video qilib chiqaramiz. Alloh yo'lida kimki xayr ehson qilmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga, kartalarga pullaringizni qancha qo'llaringizdan kelgancha tashlashlaringiz mumkin. Alloh yo'lida bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda sizlar uchun qaytadi. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.